Bitta qizimiz bor, hali erga tegmagan, ijarada 26 yilmi shuncha yildan beri turishadi ota-onasi bilan. Aka, opa, ukalari yo'q, o'zi ota-onasini boqadigan qiz edi. Qibrayda yo'lda peshxodda o'tayotganda bitta mashina haydovchi urib ketgan. Haydovchi urgan paytdagi nimani og'riqlarga bo'ladigan narsani olib bergan. Undan keyingisi уже yo'q, shtrafnoydan ham tanish-bilishchilik qilib mashinasini olib chiqib ketgan. Sud zalidan ham tanish-bilishchilik bo'lib, oddiy shtraf, jarima bilan 1,5 million shunaqa bilan chiqib ketgan ekan. Hozirgi kunda 9 уже to'pig'idan past ishlamayotgan ekanda, o'sha xastada yurayotgan ekan. Litseniyasi har 10 kunda 15 million litseniya olish kerak ekan. U taksistmi kim kelmagan, umuman xabar ham olmagan. Hozir unga chora ko'rish uchun, yaxshi advokat qidirish uchun pul ham kerak. U bechora ijarada turadi, puli ham yo'qda. Hozir juda ham katta yordam kutyapti-da. Hatto qanchadir qisman pul yig'ilsa ham sразу advokat, yaxshi advokat topib, o'sha haydovchiga chora ko'rmoqchi. Чтобы bu hozir oyoqqa turmasa, yurib ketmasa, nogiron bo'lib qolsa, уже bo'ldi, ota-onasini boqadigan odam bo'lmaydi, o'zi nogiron bo'lib qoladi, erga tegmagan. Agar xo'p desangiz, Feruza opa, pul yig'ilsa ham sразу advokat, yaxshi advokat topib, o'sha haydovchiga chora ko'rmoqchi. Чтобы bu hozir oyoqqa turmasa, yurib ketmasa, nogiron bo'lib qolsa, уже bo'ldi, ota-onasini boqadigan odam bo'lmaydi, o'zi nogiron bo'lib qoladi, erga tegmagan. Agar xo'p desangiz, Feruza opa, Alloh uchun ishonsangiz, o'zini nomerini beraman, videolarni tashlab beraman, gaplashib ko'rasiz. Misol video vizitdanmi borib ko'rish nimangiz bo'lsa, ko'rasizmi demoqchi edimda. Iltimos, Feruza opa, chetda qoldirmay shu SMS-imni